Jungo misli görülmegen hareket qozgadı. Amerika fuqarolarının jamoat fikriga ta'sir ko'rsatdi. Yuqorqila olimlarga, hukumat arboblariga uyadi qoldi. Eng yomon fiyadiki deydi. Muavin prezident Pence efendi Amerika jamiyatiga, jamoatning fikriga ta'sir ko'rsatdi. 2018-yil o'ttir mezgillik saylam va 2020-yillik prezident saylimi muhitiga ta'sir ko'rsatmoqchi bo'ldi. Gördünüz mü? Qar niyetlen, qabih niyetlen, Jungo Kompartiyası emas, Xitoy davlati qilyapti bu ishni. O'rinbosar prezident Mike Pence mundaq ko'rsatdi. Prezident Trumpning rahbarligi bek yaxshi unum berdi. Jungo Amerikada boshqa birisining prezident bo'lishini umid qildi. Demek Prezident Trump'ның siyasetinden ensirde çöçüdü Jungo, şunu Amerika'da başka birisinin prezident bo'lishini ümit qildi, Xitoy hükümet ya xiyal qildi. Şüphesiz ki Jungo dal hozir Amerika'nın demokratik tertipleriga aralashyotidir. Demek Jungo dal hozir mushu navbatda Amerika'nın demokratik tertipliga, demokratik jamiyatiga aralashyotidir. Yani mundaq aytganda Amerikada demokratik jamiyatni xunuklaştırmoqchi. Yoki mundaq aytganda Amerikada demokratik jamiyatga buzg'unchilik qilmoqchi. O'shanga dal hozir Jungo hukumati aralashyotidir deydi muavin prezident Mike Pence efendi. Xuddi Prezident Trump o'tgan hafta ko'rsatgandek, biz Jungo hukumatining Amerikada 2018-yil o'tkaziladigan o'ttir mezgillik saylamga aralashishga urinayotganligini bilamiz. Ya'ni 2018-yil o'tkaziladigan o'ttir mezgillik saylamga Jungo aralashishga urinayotdi. Bizning axborot uchur organlarimiz mundaq ko'rsatdi deb davomlashtirdi nutqini muavin prezident Mike Pence efendi. Jungo dal hozir Amerika'nın nişanlık ve yerlik hakimiyet organlarını ve hükümet erbaplarını nişanga aldı. Gördünüz mü? Jungo dal hazır Amerika'nın nişanlık ve yerlik hakimiyet organlarını ve hükümet erbaplarını nişanga aldı. Jungo dal hazır bazı ihtilaf ve bölünüş payda kılınan fikirlerden, mesela soda, tamojni beci qatarlıq məsələlərdən faydalanıb Beijing'in təsiri gücünü ilgiri sürməkçi oldu. Gördünüz mü? Bazı ihtilaf payda buluş ve payda kılınan fikirlerden, mesela soda, tamojni beci qatarlıq məsələlərdən faydalanıb Beijing'in təsiri gücünü ilgiri sürməkçi oldu. Bu yıl 6. ayda Beijing teşviqat targ'ibotni boshqarish uqtirishi degandek bir parcha nozik hujjatni o'ttirg'i chiqardi. Bu hujjatda Beijingning strategiyasi o'ttirg'i qo'yildi. Bu uqtirishning asli mazmunida Jungo dal joyida zarba berib, Amerikaning ichki qismida o'xshash bo'lmagan guruhlarni parchalash kerak deb ko'rsatildi. Demek Amerika Qo'shma Shtatlarning muavin prezidenti Mike Pence efendi dokladida yuqorida fikrlarni o'tirib qo'ydi. Masalan, nima deydi? Amerikaning ichki qismida o'xshash bo'lmagan guruhlarni parchalash kerak deb ko'rsatildi. Xitoy o'tirg'i chiqargan hujjatda bu yil 6-oyda Xitoy o'tirg'i chiqargan hujjatda ana shunday deyildi. Esinglarda bo'lsin vatandosh. Muavin prezident Mike Pence efendi dokladının nutqini davomlashtirib mundaq ko'rsatdi. Bu maqsadga yetish uchun nutqni davomlashtirdi va o'rinbosar prezident Pence Beijing bu maqsadga yetish uchun intayin sirliq harakat qilguvchi xodimlarni harakatga keltirib, qalpoq kiydirilgan tashkilotlar ve teşviqat organları orqali Amerika xalqining Jungo siyosati to'g'risida ko'z qarashlarini o'zgartmoqchi bo'ldi. Uyg'urlarga iltijoyim shu, kenki hozir atrofingni qarasanglar, Uyg'ur jamiyatida bo'layotgan ishlar qarasanglar, dal mana josuslarni qanday harakatlantirish to'g'risida 6-oyda o'ttirg'i chiqqan Xitoy Kompartiyasining hujjati hozir Uyg'urlarning orasida rol o'ynayapti. Bu yerda muavin prezident Mike Pence efendi nima deydi? İntayin sirliq harakat qilguvchi xodimlarni harakatga keltirib,
Qalpaq köydürülgen teşkilatlar. Qalpaq köydürülgen teşkilatlar isimler kilip atam da hürmetlik vatandaş. Qalpaq köydürülgen teşkilatlar ve teşviqat organları arkalık Amerika halkının Cungo siyasi doğrusudaki göz qaraşlarını özgertmekçi oldu. Bizden axbarat fikir sahasındaki nüfuzluq bir nefer əməldarımız yakında bizge mındaq aytib berdi, dep nutqını davamlaştırdı. Muavin Prezident Mike Pence efendi. Cungo'nun Amerika'nın her qaysi joylarida qilayotgan ishlariga selishtirganda Rossiyaning hozir qilayotgan ishlari hech nimaga arzimaydi, chenib qoladi. Ko'rdingizmi? Demak, Cungo Amerika Qo'shma Shtatlarining ichki qismida buzg'unchilik qilyapti. Agar buni Rossiyaning qilayotganlariga selishtiradigan bo'lsangiz deydi, Rossiyaning chenib qoladi. Balki Cungoliklar qilayotgan ishning oldida Rossiyaliklar qilayotgan hech narsaga arzimaydi deb ko'rsatyapti. Muavin Prezident Mike Pence efendi. O'rinbosar Prezident Pence mundaq misol keltirdi. Cungoliklar Amerika'nın bir çoğun şirketiga tahdid selib. Agar bu şirket aşkara Amerika'nın siyasetleriga qarshi turishni rad qiladi ekan, agar bu şirket aşkara Amerika'nın siyasetleriga qarshi turishni rad qiladi ekan, ularning, ya'ni bu şirketning Cungo'da savdo qilish kinishkisi tasdiqlanmaydi. Qarshi turishni rad qiladi ekan, ularning, ya'ni bu şirketning Cungo'da savdo qilish kinishkisi tasdiqlanmaydi. Cungo'ning bir xil niyati shundoq bo'ldiki, Cungo tanlab zarb bermoqchi bo'lgan Amerikadagi nahiyalarning 80%dan ortiqroqi 2016-yili saylan bileti orqali Prezident Trumpning prezident bo'lib saylanishini qo'llagan nahiyalar edi. Demak, hozir Amerikaning shirkatlari Cungo'ga kirdi degan gap. Joy-joylarda Amerikaning shirkatlari qurildi degan gap. Bu shirkatlar tirisit şirketler, yani devlet alqıgan şirketler. Cungo'da bu şirketler kiniş geliş gerek. Mesela ticaret kılış kiniş geliş gerek. Muşu vaqtda Cungo hükümeti bu şirketlerge qandaq ölçem koydu, qandaq talep koydu. Agar sen Amerika'nın növbetdeki siyasetiga qarıştırdıgan bolsan, agar sen Amerika'nın Cungo qaratgan siyasetiga qarıştırdıgan bolsan, men sana kinişki berimen. Agar sen Amerika'nın Cungo siyasetiga qarıştırmasan, Amerika'nın növbetdeki Cungo siyasetini tanqid qilmasan, qarıştırmasan, men sana kinişki bermeymen. Demek şart öz devleti qarıştırış. Amerika şirketleri öz devleti qarıştırış gerek. Şu vaqtda kinişki alalaydı, Cungo'da ticaret qılalaydı, Cungo'da pul tapalaydı. Hey, dünyada müşündaq mentaqada qaysi devlet iş qısala deymişinde siyasette. Qaysi devlet qılı deymişinde. Cungo'dan başka ikinci bir devlet müşündaq qılandıqanda. Davamlaştırmaz hürmetli vatandaş, Mike Pence efendi, muavin Prezident Mike Pence efendinin hadisin tədqiqat ornu'da sözlügen nutqını davamlıq anlayışla hürmetli vatandaş. Bugün Cungo şu qatımqı saylıqçılarının Amerika'nın məmuri organları qarıştırdıgan küçkü aylandırış qorunub gelgen. O'rinbosar Prezident Pence nutqını davamlaştırıp mındaq ko'rsatdi. Amerika xalqi Cungolikning bu g'arazlariga pisand qilmaydi. Masalan, Amerika yezigilik maydonlarining boshliqlari, ya'ni xo'jayinlari Prezident Trump bilan bir sapda turadi. Hamda ular Prezident Trump qo'llangan qat'iy siyosiy maydonning amaliy unum berganligini ko'rib yetdi. Cümleden muşu hepte Amerika, Kanada, Meksika, 3 devlet Şimali Amerika erkin savdo kelishimini imzaladı. Biz amaliy hareketimiz bilen Amerika'da işlengen mahsulotlarga Şimali Amerika'nın bazarini açtık. Bu Amerika'nın yezigilik xo'jayinlariga ve sanoat sohasiga nisbatan aytganda intayin zo'r g'albidir. Demek sen Amerika'nın pırçaklarına Cungo'nun bazarına takıp aldın degen gap.
Az ötmedi ya bir ay ötmedi. Hazır Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump efendi Shimoliy Amerika erkin savdo kelishimini imzoladi. 3 davlat yuqorida so'zildi koalitsiya qilib. Kanada, Meksika, Amerika. Demek bu pazar açıldı. Mesela yezigilik mesulatları asaslığı bu pazar açıldı. Endi bu pazar açılganda şu kısmette şu partisiga, pazarning şu partisiga nispeten iyi buluşdan aytgandan Jungo'nun pazarının zaruriyati yo'q degan. Endi zarba kimga bo'ladi? Jungo'ga bo'ladi degan. O'rinbosar prezident Pence nutqini davomlashtirib mundaq ko'rsatdi. Meseleni çuңqurlap kezip çıkan Amerika muhbirlerinin aile tavabatlarına tehdit saldı. Ve olanı nezarband kıldı. Esenlerde bağı, mesela muhbir Gülçehre Hanım 7. ayının mı 8. ayının 26. günü Amerika Kongresi guvalıqtan öttü. Guvalıqtan ötkende muhbirler, bu muhbirlerin aile tavabatları muhbir bo'lganligi va xabar e'lon qilganligi uchun Jungo'da bir-birlab qo'lga olindi. Shu munosabat bilan Amerika Kongressida Gulchehra xonim guvohlikda berdi. Hozir muavin prezident Pence efendi dal shuni ko'zda tutib nima deydi? Masalani cho'nqurlab qazib chiqqan Amerika muxbirlarining oila tavobatlariga tahdid soldi va ularni nazarband qildi. Jungo Kompartiyasi yani matbuot organlari tor betlerini qamal qilishni kuchaytirib, bizning muxbirlarimizning viza olishning qiyinlik darajasini oshirdi. Mesela Amerikadan Jungo'ga boradigan muxbirlarga viza berish, tasdiqlash, vaqt belgilab berish, 1 yilmi, yarim yil belgilab berish jihatlarda qiyin o'tganlarni oldiga tashlab, ularning ishlashiga va amaliy ish bajarishga to'sqinlik paydo qildi. Bu iş New York Vaqt gazeti Jungo rahbarlarining chet elda amonat qo'ygan boylikni tekshirib, doklad e'lon qilgandan keyin yuz berdi. Taxminan bu 2012-yilgi deyman. New York Vaqt gazeti Jungo rahbarlarining Panama hujjatlari deydigan hujjatlarni e'lon qilib, butun dunyoga oshkorlagandan keyin Amerika muxbirlarining Panama hujjatlarida qaysi boshliqning qaysi davlatda qancha puli bor, qaysi boshliqdan qaysi bankada qancha puli bor. Bu Jungo rahbarlari asosiyatini hammasi degidek. Hatto Xi Jinpingni shu vaqt e'lon qilgan edi. Ana shuningdan keyin shu vaqa New York Vaqt gazeti e'lon qilingandan keyin deydi muavin prezident Mike Pence efendi Amerika muxbirlarining Jungo'ga muxbirlik salohiyati bilan kurashish uchun chegaradan atlab o'tish uchun aslab to'sqinlik paydo qildi dedi. Jungo Kompartiyasi madaniyat tekshirish olib boradigan bir soha yolg'iz matbuot sohasida emas, ilm sohasiga o'xshash. Masalan, Jungo Kompartiyasi tekshirish olib boradigan yoki diqqat qiladigan soha bir muxbirlar yoki matbuot sohasida emas, ilm-fan sohasiga o'xshash. Buning ichidan bor deydi Mike Pompeo, muavin prezident Mike Pompeo efendi. Masalan, O'rinbosar prezident Pence nutqini davomlashtirib mundaq ko'rsatdi. Jungoliq o'quvchilar